Assalomu alaykum. Buxoro viloyati o'rta umum ta'lim maktablarida oshirilgan loyiha doirasida qurilgan suv inshootlarini ishlash prinsipini qisqacha tushuntirib o'taman. Artizan yer osti suvini kelishi. Bu rezervuarimiz bizni 1 tonnalik, 1000 litrlik. Buni ichida avtomatik ishlaydigan poplovogi bor. Suv me'yoridan pastga tushganda avtomatik poplovok o'zi ishlaydi. Suv sathi ko'tarilganda o'zining me'yorini to'lgandan keyin bu yo'mqitga yana avtomatik to'xtaydi. Nasos orqali filtrlarimizga keladi. Avtomatik nasosdan suv 1 tonnalik filtrimizga keladi. Birinchi bosqich filtri 130 tonna mikron bo'lib, o'zida zararli moddalarni saqlaydi. Qum, loy va zangni. Buni har kuni yuvish tavsiya etiladi. Suv kelish kranini yopamiz. Yopgandan keyin chapga buramiz. Filtr kelib chiqib, buni suvda yuvamiz, toza suvda. Har kuni. Va yana qaytib joyiga qo'yamiz. Bu filtr almashtirilmaydi. Bu mnogorazovый ko'p foydalanadigan filtr. Yana suvni kelish kranini ochamiz. Bu filtr qachon tozalanadi? Avtomatik keladigan nasosdan davleniya bari 3 bo'lishi kerak. 3 bo'lgandan filtrdan o'tgandan keyin ham 3 bo'lishi kerak. Agar 2,5 dan past bo'lsa, значит filtr уже to'lgan hisoblanadi. Va o'shanda buni har ertalab yuvish kerak. Suvimizga qo'shiladigan birinchi dori elementi gipoxlorid natriy 17%lik gipoxlorid natriy suvga qo'shishimizning sababi o'zida bo'lgan loy, tuz, eritmalarni eritib suvimizni sifatli qilib beradi. Sulfat alyumin bu suvimizni oqartirib beradigan dori. Gipoxlorid va sulfat alyumin bevosita suv bilan aralashma hosil bo'lib, kontaktli rezervuarga suv aralashma hosil bo'ladi. Keyingi bosqichimiz bu mineral kvars toshli filtr. Mineral toshning yuqori zichligi bo'lib, bu suvda o'zida barcha qum, loy va zanglarni saqlovchi filtr. O'zini suvni bevosita yomonlashiga olib kelmaydi. Keyingi bosqichimiz faol ko'mirli filtr. Suvni zararli kimyoviy va biologik moddalardan, xlor birikmalardan tozalanib, suvning hidi va ta'mini buzilishiga keltirmaydi. Suvni yanada ham sifatli qilib beruvchi ko'mirli faol filtr. Keyingi bosqichimiz 5 mikronlik zichli o'ralgan filtr bo'lib, o'zida 5 mikron suvni zarrachalarini o'ziga saqlab qoladi. Bu har oyda almashtiriladigan filtr. Keladigan suvimizni birinchi kranni bog'laymiz. Undan keyin ichidagi suvni mana bu knopka bosib suvini chiqaramiz. Suv chiqib bo'lgandan keyin maxsus kaliti bilan chapga buramiz. Mana bu 5 mikronlik filtrimizni bir oyda bir almashtirish kerak. Bu одноразовый bir martalik filtr deyiladi. Bu qachonki bilamiz to'lib qolganini, mana bu davleniya keladigan suvimiz davleniyasi 3 ko'rsatadi va bu filtrimizdan keyingi o'tadigan davleniya 2 dan pastga tushaversa, o'zi filtrimizni almashtirishga to'g'ri keladi. Har oyda mana ko'rib turganingizdek suvning keraksiz zararli moddalari loy, zang
mana shu filtrlarni bu filtrga o'ziga saqlab qoladi. Filtrni yangi almashtirganimizdan so'ng o'zini maxsus kalitida yopib, o'nggacha burib, oxirigacha mahkamlagandan so'ng kelish suvini kranni yana ochamiz. Va o'zini maxsus knopkasida ichidagi bor havosini chiqarib, toki suv chiqquncha bosib o'tiramiz. Keyingi etap. Membrana. Suvning asosiy suv inshootimizning asosiy filtri. 1 tonnalik membranamizda 4 ta filtr bo'ladi. Bu filtr o'zida 0.001 zarrali barcha keraksiz suvning tarkibiga bo'lgan suv unaqalar ushlab, zararli moddalarni o'zidan mineral suv ishlab chiqaradi. Suv filtridan toza suvni rezervuari 1 tonnalik. Buni ichida poplovogi bo'ladi, avtomatik suv hajmi kerakli miqdorga yetgandan keyin o'zimizni avtomatik ravishda filtrimizni o'chiradi. Yana suv sathi me'yordan pasaygandan keyin suv inshootimiz yana qayta ishga tushadi. Avtomatik nasos va rashidli bak asosida iste'molchiga suv yetkazib beriladi. Suvimizning filtr oxirgi bosqichi ultrafiolet lampa bo'lib, suvdagi barcha bakteriyalarni o'ldirib, toza suv foydalanishga yetkazib beriladi. Yuqorida aytib o'tilgan, tushuntirib o'tilgan uskunalarimizni bir tugma asosida boshqariladi. Mana shu tugma asosida bu har doim o'ngga ulab qo'yiladi. Ko'rib turganingizdek avtomatik nasos ishlaydi. Davleniyalar me'yorida 3, kelishi suvni filtrdan chiqishi ham 3 me'yorida. 30-40 sekund atrofida o'ziga kerakli davleniyani hosil qilib, suv uskunasi ishga tushadi. Mana ko'rib turganingizdek suv inshooti ishga tushdi. Qaysidir texnik nosozliklarga ko'ra inshoot xonamizda svet o'chib qolsa, konditsioner o'chib qolsa, qishda nasos buzilib qolsa, filtrimiz maxsus buragich bilan chapga boshqariladi va filtrimiz to'xtaydi. Kerakli muammoni bartaraf etib, yana filtrimiz ishga tushiriladi.